Bay bay. Nereye geldik bu Suhrab? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ruslan. Jalımızı. Biz bugün Çalış'a geldik. Çalış'ta Flormos'ta joylashgan joyimiz bor. Bu yan tarafa geçsek daryo bo'yi 150 metr yursak daryomuz bor. Bu yanimizda Pitakon joylashgan, Çalış Pitak deb aytiladi. O'ng tarafa geçsek Urganchga ketamiz. Yo'l ustida joylashgan, bu yerda namozimiz keladi. Shu ko'chamizga girsek 300-400 metr yursak 600 kvadratli joyimizga yetib boramiz. Yangi joyini ko'rsangiz Ruslan вообще dahshat. Narxi yomonmi? Narxi dim bomba narxda. Hem arzon hem sifatli hem zo'r joy. Место ham zakonniy. Ketib kelsak ko'ramiz. Ketdik birgalikda tanishamiz. Do'stlar, xudo xolsa bittam keldik. Assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum Ruslan. Yana bu joyimizga keladigan bo'lsak 600 kvadratli nominal joyimiz bo'ladi. Bu zo'r месtoda joylashgan. Bu yon tarafimizda yana Amudaryo kanalimiz bor. 100-150 metr yursak, xolos ana ichki qisqa vaqtda baliqqa borib baliq tutishi mumkin. Mol boqaman desam, oldinda otizlari bor, bog'i bor, kattagina orqasida. Yana o'tlari bor, o'tdan o'rib mol bemalol boqish. Muammo yo'q ish o'tda. Doğru mu? Muammo yo'q вообще. Her taraflama. 600 mi bu? 600 kvadratli joyimiz bu. 20-30 bo'ladi onda. Eni 20, o'zingni 30. 30. Novlari bor ekan bu yerda. Bu yerda yana uyimizni sal fasadi ko'nariq, bu yerni sal fon bersa cho'tki место bo'ladi, zo'r joy bo'ladi. Bu yerda gazon месtolarimiz bor, stechkalar atilgan, bunda yuqorida kameralari bor, projektorlari qo'yilgan, zo'r место, zo'r sharoitda bor. Bo'ladi. Siz ichini ko'rsatamiz. Ichini ko'rsatsak. Garaj ham bor ekan ishida, darvoza ham qo'yilgan. Garaj ham katta. Bu yerga garajimizga 3 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Bunda ketlari bor. Kameralarni bu yana ichini qarab turibdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Kondisionerlarimiz bor, kondisionerlar qoladi. Yaxshi. Bu yerning bir minus tarafi bor, gaz yo'q deydilar. Gaz yo'q bo'lsam, gaz ekranda plus tarafi bor. Katyol ekkanmiz, Rossiyadan kelgan. Hali bida yo'q uning katyol. Bu katyolni ham ko'rsatib o'tamiz video davomida. Qani bog'ni ko'rik qani? Bog'am katta ekan a? Bog'i, katta razmerda tushgan. Biz yana bu yer xarajatlarni shu yerga ekib, ro'zg'orni qo'lini ta'minlaydi. Bunday xarajatdan pomidor bodringdan, kartoshka piyozdan hech qanday muammo yo'q. Suv ham kelib turgan bir, vodoprovod. Suv polniy vodoprovod bor bu yerda. Bu chap tarafimizda yana hojatxonasi joylashgan, letniy ishlab turibdi. Barabanimiz shu yerda qoladi. Internet, svязimiz hamma narsasi bor bu yerda. Tushunarli. Yana do'stlar, bog'i bu. Qani katyolxonani ko'rik qani? Katyol bu yerda yo'q hali O'zbekistonda, bu Rossiyadan kelgan avval. Bu yana 1,5 million so'mlik ko'mir bilan qishni bir sezonni chiqaradi bu. Buni odam qaramakam kerakmidi? Ligirovkasi o'zida. Davleniyasi ko'tarilib ketadigan bo'lsa, o'zi avtomatik pasaytiradi. Qarab turish shart emas buni. Aqlli katyollar. Umniy katyol bu. Ko'mirni tashlab berasiz, o'zini o'zi qizdirib turaveradi bir xil temperaturada. Cooper ekan, rossiyskiy. Firmasi Cooper firma. 8 million bu. Belada yo'q. O'zbekistonda yo'q bu xarid. Tushunarli. Katyolxonasi alohida oddiy. Katyolxonasi oddiy joylashgan. Bu yanimizda xonadon. Ikkita ishlar qo'yilgan bu yerda, ha? Bu yerda damir eshiklarimiz bor. Bunda yana qo'y eshiklar ham qo'yilgan, bir eshikimiz, ikki eshik qo'yilgan avval. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu girish qismimizda Ruslana svetuvchikka samoboda, svetuvchisi ham 12 soat tok bilan ta'minlab beradigan apparatimiz bor bu yerda. Tokimiz вообще gap yo'q. 24 soat ishlaydi tokimiz, o'chgan taqdirda. Bu yanimizda yana girish qismimizda raknalari bor, issiq sovuq suvlari ishlaydi, davleniyasi cho'tki. Bu tarafimizga kelsak, uголокlarimiz bor. Uголокlar qoladi bu. Qoladigan narsasi shu. Konditsioner ham qoladi bunda. Konditsioner ham ishlab turibdi, qoladi bu narsasi konditsioneri. Bo'ladi. Patoloqlarini ko'rsatsangiz, patoloqlari ishlangan, remontda Svetiniklari bilan. Svetiniklari bilan va. Razmeri nechaga men? Davom. Bu yerning razmeri 520 ga 440. 20 kvadratdan 20 kvadratdan ziyod ber. Eshiklar yana zamonaviy eshiklardan qo'yilgan. Chap tomonda nima joylashgan? Chap tomonda kuxnimiz joylashgan. Bu yerda kuxnimizda qoladigan narsalar, kuxni mebellar qoladi, gaz plita qoladi, kir mashin bilan xolodilnikimiz ketadi. Tushunarli. Registrlar qo'yilgan bu yerda? Registrlar ishlab turibdi. Akvaplastiklar ham yo'q. Akvalar yana ishlaydi. Hisob. Reshotka qo'yilgan. Razmeri nechaga berdi? Bu yerning razmerini keladigan bo'lsak, 384. Tushunarli. Davom qildiramiz. Bu yana kiradi to'g'ri xonamizga kirsak, bu yer zal. Zalimizda yana patoloqlar ham remont bo'lgan, bu yer ham figura berilgan, remont cho'tki. Poltoqda teyimiz, ha? Pollarimiz taxtadan, hamma xonaniki, aynalarimiz yana reshotka qo'yilgan.
Bağı qarab turib to'shidi, ha? Bu yan tarafı balkonu bor. Bu yerni skalat etib qo'ysam bo'ladi. Anladım. Qolasa ochib berib, bu yerni kuxniya etsam bo'ladi. Kengaytirsam bo'ladi. Kengaytirsam balkon etsam bo'ladi. Bu yerda otopleniyasi qo'yilgan, otopleniyasi. Registrlar. Registrlar. Razmeri necha ekan bu yerni? Bu yerni razmeriga keladigan bo'lsak, 550 ga 5. Tushunarli. 25 kvadrat bu yer. Bu yerdan chiqib, o'ngga kiradigan bo'lsak, bu yerimizda girishimizda yana 3 tane spalnimiz bor, bir tane sanuzeli bor. Sanuzel bilan tanishtiradigan bo'lsak, yana hojatxonasi, sanuzeli bir joyda joylashgan. Birlashgan. To'g'ri. Bu yerimizda yana sularimizni gaz tutdi, sovuq suv hammasi bor, hojatxonasi ishlaydi, dushi ishlaydi, registrlar qo'yilgan. Tok montajlari, patologlari полный четкий состоянияda. Расход yo'q. Yo'q, расход yo'q. Tushunarli. Spalnimizga keladigan bo'lsak, birinchi spalnisi bu yerda hamma narsa ketadi. Polimiz taxta pol, oynalarimiz yana plastiklardan bo'lgan. Rezotklar qo'yilgan. Bu ko'cha tomonidan qaralgan oynamiz. Birinchi oyna. Registrlar qo'yilgan. Bu yerda razmeriga keladigan bo'lsak, 380 ga 410. Bo'ladi. Remontlari akkuratniy. Keyin xonamiz deski o'xshaydi bu yer. Xonamiz, deski spalni. Deski xonamiz, bu yerdan aynalari oynadan rezotklar qo'yilgan bemalol. Yosh bolalar xonasi ham chotchi. Razmeri necha ekan bu yerni? Bu yerni razmeri 340 ga 410. Yaxshi. Ishlar ham MDF eshiklar ekan, ha? Eshiklari original eshiklardan qo'yilgan, prostoy eshiklar emas. Balki xonamiz ham spalnimiz ham shunday eshiklari chotchi eshiklardan qo'yilgan, zakasnoy. Yenovo, spalnimi? Uchinchi xonamiz spalni. Katta spalni esa xolasa zal etsam bo'ladi. Razmeri necha ekan bu yerni Suhrab? Bu yerni razmeri 550 ga 350. Hisob. 15 kvadratdan ziyod. Bu xonamiz ham yana rezotklar bilan qoplangan, oynamiz, registrlar qo'yilgan, taxta polimiz bayna. Bu yer ham korobka holatida topshiriladi, remontlarni ko'rsatsangiz Ruslana. Ajoyib. Remont Gap bo'lishi mumkin emas. Shundan bir qator asfaltat berish kerak, ha? Sal fon berilishi kerak bo'lgan. No 3 tane spalni bir zalmi? 3 tane spalni, bir tane zal, Bir dalon. daloni bor. Общий kvadrat 600 mi? Общий kvadrat yer maydoni 600 kvadrat. Mana joyimiz. Narxi necha so'm? Narxini keladigan bo'lsak, Ruslana 460 deb turibmiz, kelishamiz. Variantlar bormi? Variantlar yo'q, Faqat narx. Ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasiz do'stlar. Mulk egasini qo'yamiz. O'rtada joy qurish posrednik yo'q. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.